Echib, onun futbolkisini yoki bo'lmasa ma'lum narsani ekkazishni shakllantiramiz. Buning uchun biz ashning yaqin harakatlarni, masalan, avval bala to'nglatqini yeniga borgan bo'lsa, uni chavakchalimiz yoki bo'lmasa uni rag'batlantiramiz. Andan keyin u to'nglatqini tasattibi etishni, andan keyin ochgandan keyin to'nglatqidagi sutni olishni, demak, borgan sari shu harakatga yaqinlashtirib, andan keyin bu xil harakatlarni shakllantirsak bo'ldi. Bu hamda ko'pincha sirk maydonidagi kundalik ishlarning ko'pincha qo'llaniladigan hareketler hesaplandı. Mesela bir balını kitap o'qishga kichik vaqtdan boshlab qandoq masalan shakllantiramiz. Qandoq qilib mushundaq mashg'ulot orqali shakllantiramiz. Birsi balkim bu balaga kitoblarni tashlab berish orqali kitobni tutib qolsam, kitap tutgan aman uning diqqat e'tiborimizni berish yoki unga mukofotlash orqali kitobni tutganlik uchun huzurlantirishimiz kerak. Shundan bu balda bag'az kitobni tutishga bo'lgan ishtiyoq paydo bo'ldi. Andan keyin u tasoddiy kitob tutgan keyin chuqum echib baqidi. Ochgandan keyin ochqinni rag'batlantirish orqali, andan keyin o'qishni orqali. Demak, mush asta ash harakatga, ya'ni kitob o'qish butun harakatni saqlab o'tmay, shu harakatga yaqin bo'lgan harakatlarni kuchaytirish orqali yoki bo'lmasa mukofotlash suyunch orqali bu harakatlarni shakllantiramiz. Unda hozir nurg'un o'g'ilning kallasi mundaq bir tuyg'u paydo bo'ldi. Balkim nurg'un ota-onalarmi mundaq bir o'ylashi mumkin. Unda esa bolamizni yaxshini qilsa mukofotlasak ham bo'ldi ekan-ku deyish mumkin. Ammo men bu mukofot bo'ldi, biroq buni men tafsiliy tushuntirishim kerak. Qanday mukofotlash, qanday jazolash, qanday vaqtida mukofotlangan ish eng kuchli bo'ldi, qanday eng ojiz bo'ldi, men buni deb ketishim kerak. Birinchidan, men bayatın dedim, balalarga nisbatan eng cho'ng mukofot kichik vaqtida ota-onaning e'tibori. Yani ata-ona nimaga balaga qancha e'tibor bersa, shu harakat qo'zg'aladi, kuchayib ketadi, qaysi e'tibor bermasa, shu harakatni ojizlashtiradi. Ikkinchidan, uningdan cho'ngroq bo'lgan balalar uchun 4-5 yosh, 6-7 yosh bularmi shundaq? Endi ba'zida biz bularga mayli pul orqali yoki bo'lmasa ma'lum narsa orqali mukofotlashqimi biz majbur bo'lib qolamiz. Demak, mashg'ulot orqali shartlashni mushning taraqqiyot ostida biz mukofotlash va jazolashni mundaq 4 xil usulga bo'lib o'tamiz. Birinchisi nima degan vaqtda, birinchisi plus mukofotlash. Bir odam plus mukofotlash degan nimasi, uning berish orqali mukofotlashni biz buni plus orqali mukofotlash deymiz. Minus orqali mukofotlash degan nimasi, uning yukini elib o'tish orqali, bir narsa elib o'tish orqali mukofotlash. Masalan, jinoyatchining qo'ldagi ko'zini elib o'tgan bo'lsa, uni minus mukofotladik. Ya'ni mukofotlash yukini. Yoki bir kalining ustidagi 5-6 tag'ani elib o'tgan bo'lsak, u yeniklaydi. Biz buni minus mukofotlash deymiz. Plus jazolash ise ten cezasını ko'rsatadi. Ten cezası asosiyatdan berish orqali jazolashni biz ten cezası deymiz. Yoki bo'lmasa uningga ma'lum ishni qil, uni qil, buni qil deb yuklash orqali jazolash, plus jazolash. Minus jazolash bo'lsa, uning banasini elib olish orqali. Masalan, bolalarni ma'lum qilib qilgan bo'lsa, sen birga uydan taloq chiqmaysan deb, uning erkinligini, bir kunlik erkinligini elib o'tish orqali. Yoki ma'lum odam jinoyat o'tkazgan bo'lsa, uning 20 yillik yoki 30 yillik erkinligini elib o'tish orqali jazolashni biz nima deymiz? Minus jazolash deymiz. Unda olsa buning qaysi eng unumli, qaysi eng unumsiz buning diqqat qilaylik. Biz bir narsani analiz qilaylik, savatdoshlar. Mashg'ulot shartlashning asosliq shu harakatni tasoddifiy qildi-ku bir odam. Kuchaytib qolgan narsa nima bo'lsa, ashning erishgan suyunchisi. Unda bu suyunchi erishning 3 xil usuli bo'ldi. Qanday 3 xil usul bo'ldi degan vaqtda, har qitim shu harakatni qilsa suyunchiga erishib qilish. Masalan, bir bola har qitim bir ishni qilsa, uni chavakchaldik, har qitim qilsa chavakchaldik, har qitim. Biz buni odatda uzluksiz mukofotlash usuli deymiz. Uzluksiz mukofotlash degan nimasi? Ma'lum harakat qachon yuz bersa, shu vaqt kuchaytirib meng, shu vaqtda mukofotlab turish. Bu xil uzluksiz mukofotlash deymiz. Uzluksiz mukofotlashning alohida nimasi? Shu harakatni tez shakllantirishga foydasi bor. Ojizlik nima degan vaqtda uzun davomlashmaydi. Ikkinchisi qarallik mukofotlash. Qarallik mukofotlash degan nimasi? Ma'lum harakatni 3 qatim qildi, 3 qatimda bir, yana 3 qatimda bir, yana 3 qatimda bir. Bu xil mukofotlash usulini yoki bu xil kuchaytirish usulini. Hamda mana B.F. Skinner buni tilga olgan vaqtda kuchaytirish deb olgan. Hamda men sizlarga tushunish bo'lsin, mukofotlash deb oldim. Mana harakatni kuchaytirish. Bu xil qarallik mukofotlashning alohida nima degan vaqtda buning shakllanishi sal osti bo'ladi, oldiga qaraganda. Ammo davomlashi oldiga qaraganda uzunroq bo'ldi. Endi eng oxirdagisi qaralsiz oldi mukofotlash. Ya'ni odam ma'lum harakatni qiladi, qachon mukofotni bilmaydi, ammo mukofotlanib qoladi. Qildi, mukofotlanib qoldi. Qildi, tasoddifiy mukofotlanib qoldi.
Ama mukofotlanadi. Qachon mukofotlanadi bilmaydi. Bu xil mukofotlashning asosiy aloylik nimasi? Hatta mangu davomlashi mumkin bu xil harakatlar. Bu harakatlarni yechmek yoki bo'lmasa, bu xil harakatlarni tuzatmak intan qiyin hisoblanadi. Masalan, qimovozni o'ylaylik. Qimoni nima ishlar tashlanmaydi degan vaqtda, chunki qimovoz o'ynagan vaqtda u qachon uftidigini bilmaydi, ammo ufitib qoladi. 4 qatim futdi, 1 qatim futib qoldi. 2 qatim futdi, 1 qatim futib qoldi. 5 qatim futdi, 1 qatim futib qoldi. 1 qatim futdi, yana 1 qatim futib qoldi. Bu xil usullarda shartlanib qolgan, bu xil usulda shakllanib qolgan qiliqni tashlab etmek intayin tez hisoblanadi. Şuna ballar mukofotlaşda, uni o'zliksiz mukofotlash dastlabida yaxshilik turgan bilan, keyin bu xil mukofotlash darhol aks ta'sir berdi. Masalan, men sizga bir misol ko'rsatsam, bir buvoy bor ekan, bu buvoyning o'zi yolg'iz yashaydi ekan bu buvoy. Bir kun uyda uxlab olsa, tuyuqsiz uyning sirtida 3-4 bola bu buvoyning uyining oldidagi axlat sandiqida tif o'ynaydigan birinchi chiqarib olibdi. Shundan buvoy buni talaga chiqib bu bolalarga munda debdi. Sizlar mushne tipinglar har qatim tepganda har kuni men sizlarga 5 yuan pul beraman degandan bolalar texim qo'shilib ketib, bu axlat sandiqini tipishni o'rganib olibdi. Bu 3 kun davomlashibdi. 3 kun bu buvoy bularga 5 qo'yib beribdi. 4-kuni kelgan vaqtda buvoy chiqib, hozir iqtisodim sal nachar, shuni sizlarga 5 qo'yib bermay, 2 qo'yib berib turay. Tip biringlar degandan bolalar sal xapulabdi buningga. Shunda bo'lsa-mu, bo'pti 2 qo'yib olgandan yana tip turildi deb, bu yana bu harakatni davomlashtiribdi. 3-kun chu deganda buvoy chiqib, "Bolarim, meni qo'lim hozir shunda qisqa pul bermaydigandek turma, xapolmaysizmish axlat sandiqni bekorlik tippasanglar" degandan bu bolalar nima deb biz bekorlik tip ekanmiz deblar, bu axlat sandiqni tip harakatini to'xtatdi. Demak, bolalarni bu xil to'xtamay mukofotlaganda qanday pasiv natija kelib chiqadi bo'lsa, bolalarning asli qizg'inligi, asli bir narsani yaxshi ko'rdi. Masalan, top o'ynashni asli yaxshi ko'rdi, axlat sandiqni tepishni asli yaxshi ko'rdi. Biroq pulni ko'rgan vaqtda, mukofotning o'zi bu yaxshi ko'rdigan o'yinni xizmatga aylantirib qo'ygan bo'ldi. Shuna bu mukofot azayganda bola buningdan tabiiyla chekinib ketadigan ahvollar shakllandi. Shuna bolalarning ma'lum qizg'inligi nimish mukofot orqali to'lab ketdi, chunki bu mukofotni bergan vaqtda bu bola ishni o'z qizg'inligidan emas, mukofot uchun qildigan bo'lib qoldi. Qachon mukofot to'xtasa, bola shu vaqtda to'xtaydi. Chunki bir ota-onaning bir bolani mangu mukofotlashi o mumkin emas. Shun qanday usulda mukofotlash eng yaxshi etsa, tasodifiy mukofotlash, qarorsiz mukofotlash, tuyuqsizlar, u umid qilmagan vaqtda, kutmagan vaqtda mukofotlash. Unda qanday xizmatchi o'zining xizmatidan zerikmaydi. Ba'zi xizmatchilar bor. Bularni maoshini jiq berib tutib qololmaydi. Nima ish qilsa, bu har oyda maosh oladi, har oyda mukofotlanib turdi. Bunda vaqtlarda buning harakati darhol zerikishlik shikir qoldi. Qanday xizmatchi o'zining xizmatidan hargiz voz kechib etmaydi desa, shu ishlayotgan jarayonda ma'lum yerdan qo'shimcha kirim kelib qolsa. Qachon keligini bilmaydi, ammo qo'shimcha kirim kelib qolsa. Yoki ma'lum odam uningga pul sundurib oqish deb qo'ymizga berib qolsa, yoki biz qilayotgan tasodifiy pul kelib qolsa, bu qilayotgan ishini hargiz tashlab etmaydi. Shunga mangulik qiliq shakllantirish uchun biz qaysi xil mukofotlar usulini qo'llanamiz desa, qarorsiz holda, tasodifiy holda mukofotlanib qolsa, bu xil qiliqning davomli bu shakllanishi sal osti bo'ladi, ammo shakllanib bo'lgandan bu uzun davomlashadi, mangu davomlash mumkin. Shunga biz buni qarorsiz mukofotlash deymiz. Ham jazolash, pilot jazolash. Pilot jazolash degan nima esa, pilot jazolash deganimiz biz tan jazosi berish orqali jazolash dedik. Minus jazolashni nima dedik? Uni elib bitib turib jazolash dedik. Unda esa qaysi unum ko'rsatdi degan vaqtda minus jazolashni endi ozroq tavsiya qilamiz. Amaliyotda bal tarbiyalashda jazolashni qat'iy ishlatmaslik kerak. Bulapmı tan jazosini qat'iy bermas kerak. Biz keyingi taraqqiyot psixikasini so'zlaymiz buni. Ota-onasidan to'xtamay tan jazosi yegan bolada bu jazoni keyin cho'ng vaqtida yana sig'inib, yani o'zini jazolaydigan muhit yaratib oladi. Masalan, bir qiz ota-onasidan to'xtamay tayoq yegan bo'lsa, yoki jazolangan bo'lsa, bu keyin yana shu qizni jazolaydigan ma'lum bir er bilan to'y qilib qilish mumkin.
Demek ten cezası. Ya olmasa bu ten cezasının özü balada ağır derecede psikikada naçarlık payda kıldı. Şuna pilos cezalaşını qat'iy balalarga işletmesi gerek. Emret minus cezasını işletmesi gerek ama bazı balalarning bazı qiliqsizliklarini to'sash uchun minus cezası işletsa bo'ladi. Yani minus cezası degan nima desa, balkim balni shu kuni o'zi o'ynaydigan, yaxshi ko'rgan narsa o'ynatmaslik. Ya komsa mag'arib allar ishlatadigan sen bugun uydan o'tirsa tala chiqmaysan deb jazolash orqali. Demak, tan jazosining sirtida minus orqali jazolashning usuli bir qadar yaxshi. Endi men shundoq bir narsani deb qo'yishim kerakki, bayatınki qayralsiz mukofotlanib kelishning qiliq shakllangan vaqtda bu xil qiliq bek davomlashdi dedik. Unda olsa, hozir ota-onalarning eng cho'ng xatolik nima desa, eng cho'ng avarchilik nima desa, balla ularni intayin ma'lum narsani talab qilib yoki so'rab bizar qilib yutadi. Ya ko'miz kuzi kirib oladi. Bu nereden şekillenip qalgansa, dal balalarning qayralsiz mukofotlanib qolganligidan. Masalan, bir bala apsiga manga aya ishton yoki ma'lum bir narsa appa dedi. Ana yoq dedi. Appa dedi, 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 oxiri bo'p deb dedi. Mushundaq agar bo'pti men apray deb qolsa, bu balada ana atini yoki anani mushkil xapsilish qitimsani bek chiqib ketadi. U bala kallasida aman bir kun a deydi-go deb o'ylaydi. Xud qilmavas, aman bir kun uftiman-go deb bu harakatni davomlashtirib balimo apam men aman bir kun a deydi deb xapsaldigan ahvollar shakllanadi. Shunga balning talab o'tirib qo'yganda ota-ona o'ylanish kerak. Yoq desa, chuqum biroq yoq deytish kerak. Agar hadish to'g'ri kelsa, hadish kerak. Ya bo'lmasa uning shart qo'yish orqali ma'lum ishni qilgandan keyin unda mukofotlayman deb tursin bo'ladi, dopamin qo'zg'ab. Ammo yoq deblar, tursa deb qolsa, bu bola darhol hamon bir kun ota-onasining o'zining aqli muvofiq bo'lmagan, haddan oshgan, chekdan oshgan talablarga hamon unaydi deb to'xtamay qapsaldigan ahvollar kelib chiqadi. Yani şuna bu qanda bu qiliq nereden şekillenip qalgan desa, qaralsiz mukofotlanib kelishdan şekillenip qalgan hisoblanadi. Yani şuna ota-onalarning mushlarga cho'qim diqqat qilishini umid qilaman. Onda olsa dersimiz müşahede tugaydi. Onda so'raydigan savolinglar bo'lsa, so'rasangizda. Siz. Muallim klassik shartlanish bilan mashg'ulot shartlanishning farqini deb bergan misiniz? Klassik shartlanish bilan mashg'ulot shartlanishning farqi to'g'ri. Klassik shartlanishda odam paspala turdi, uning tug'ma inkosidan foydalanamiz. Masalan, qo'rqash inkosi, yaxshi kurash inkosidan foydalanib, ma'lum bir narsani shu bilan birlashtirish orqali, masalan, ishni misol oldik, sho'lga yiqish uning tug'ma hissiyati, u ish turdi, biz uningga go'shtni ko'rsatamiz, ondan qo'ng'iroqni mayada go'sht bilan birlashtirib yutamiz. Bunda hech qanday harakat qilmaydi. Ish faqat turdi, tug'ma inkosi, sho'lga yiqish, go'shtni ko'rsatdik, qo'ng'iroq chaldik, eng oxirida go'shtni ilib yutibmi, qo'ng'iroq chalish orqali sho'lga yoqizamiz. Yoki odam qo'rqdi, uni qo'rqatdik, bir narsa ko'rsatdik, qo'rqatdik, bir narsa ko'rsatdik, qo'rqatdik, bir narsa ko'rsatdik, keyin qo'rqatmaymi, bir narsa ko'rsatsa, uni qo'rqash shaklida. Klassik shartlanish bir xil tug'ma inkosini foydalanib, uningda hech qanday bir harakat bo'lmaydi. Am mashg'ulot shartlanish bo'lsa, odam harakat qilib turdi. Ma'lum harakatni tasodifiy qilib soladi. Tasodifiy qilib solgan vaqtda uni yaxshi ko'radigan ma'lum narsani berish orqali yoki uningda bearam tuyuq paydo qilish orqali yo oshiramiz yo shu qiliqni kamaytiramiz. Shunga mashg'ulot shartlanish qanday narsa esa, odam qilayotgan yoki hayvonlar qilayotgan ma'lum tasodifiy qilib qolgan harakatlarni darhol kuchaytiramiz. Bu ikki o'rtasidagi farq shu. Tushundingizmi? Yaxshi. Yancha so'raydigan savolinglar bormi? Siz. Ali muallim, agarda shu ishqa go'shtni ko'rsatmay turib qo'ng'iroq chilayversak, sho'lga ajratib chiqaveradi. Masalan, go'sht ko'rsatmay qo'ng'iroq chilayverdik. Go'sht ko'rsatmay qo'ng'iroq chilayversak, bu ma'lum bir mazza o'tgandan keyin oq yenib ketdi, sho'lga chiqmaydigan bo'lib qoldi. Biz buni extinction deymiz. Extinction degan nima esa latin til bo'yicha, ya'ni uchash deb ataladi. Ammo 10 necha qatim bermadik, u sho'lga chiqmadi. Ammo 10 necha qatimdagi yana go'sht ko'rsatib qo'ysak, yana bu harakat texim kuchayib ketadi.
Şuna qaralsiz mukofotlash bu ajoyib uzun mezgilga paylaydigan bir xil qiliq shakllantirish. Masalan, bir balni siz kamput berdingiz, yaxshi yedingiz, kamput berdingiz, yaxshi yedingiz, kamput berdingiz, yaxshi yedingiz, kamput berdingiz, yaxshi yedingiz. Keyin kamput bermay yaxshi balda xushallik paydo bo'ldi. Yaxshi yetsangiz xushallik paydo bo'ldi. Ama onun uzun mezgil kamput bermay, "Xo, yaxshi, 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 yaxshi" devasingiz, uningda bu yaxshidan hech qanday huzurlanmay ahvol shaklida. Shunga balalar mukofotlaganda ota-onalar shunga diqqat qilish kerakki, berib turib yaxshi degan gapni qaytib qo'yish kerak. Berib yaxshi degan qaytib qo'yish kerak. Keyin bermaymi, yaxshi desa, o balada iliq bir narsaga erishgandek tuyg'u qayta qo'zg'alab ketadi. Albatta buni to'xtamay bir umr yaxshi deb qo'ysa bo'lmaydi. Andan qaralsiz holda anakin pat mukofotlab yaxshi deganga qaytib qo'ysa, onun yaxshi degan gapining o'zi uning iliq ma'lum narsaga erishgan vaqtga tuyg'un paydo qila oladi. Siz Alimal musha zahar, aroq degandek shunday xumor qiladigan narsalarni xumor bo'lib qilishim uchun shartlash orqali tushundirgan bo'ladimi? Bo'ldi. Masalan siz aytgan, ha? Bu xil zahar buyumlari, heroin, morfin, yoki kokain, nisha qatorliq bu xil buyumlarning o'rtaq aloyiq nimasi odam badanida og'riq sezimini yo'qotish. Masalan bir odam buni iste'mol vaqtida og'riq sezim, nervi sezimi tuvallab ketadi. Ammo badan qanday qildiysa, badan bunga qarshilik bildirib, og'riq sezimini oshirib turdi. Tushunalmi? Masalan, aqlingiz qilgan, ha? Masalan tunchi qatim ishtirgan vaqtda bu bola aql dajib ketdi. Ammo ikkinchi qatimchi 3, 4, 5, ya'ni har qatim ishtirgan vaqtda oqiga tirab turib oldi. Nima ish qilsa odam badani bu kuchga darhol neytrallashtirishga urindigan gap. Agar masalan shartlandi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qilgan vaqtda 3-chi qatim agar men qulam qo'ymsam bo'lsa, badan tabiiyla, ya'ni oqi dojib ketadi. Demak, bu xil narsani iste'mol qilish to'xtagan vaqt bo'lsa, odam badanida og'riq tuyg'usi ishib ketadi. Shunga ularning bo'g'im yoki suyak muskallari og'rishga boshlab boradi. Unda buni shartlashdan qanday munosabat bo'lsa, zahar buyumlarda odamning shartligini